Bugun Xotan shahrining xalq yo'lida qo'liga qurol tutgan jasur qomatlik necha ming jamoat xavfsizligi kadr saqchisi va qurolliq saqchi qism ofitser askarlar qatorliq har qaysi muqimlikni qo'g'dash kuchlari ratlik sap bo'lib hayvatlik tizildi. Motosikletlik zarbadorlar atrati yo'lning ikki tarafida qurollanib taq bo'lib turdi. Zo'ravonlikqa qarshi zarbadorlar avtomobil atrati, bironik, xabarlashish avtomobillari qator bo'lib buyruq kutdi. Avtonom rayonning terrorlikqa qarshi turib muqimlikni qo'g'dash harakatiga moslashish uchun Avtonom rayonlik partkomning Xotandagi oldingi qisab qo'mondonlik shtabining o'rnashtirishiga asosan Xotan shahrida yana bir qatim hayva bilan cho'titish qurolliq kuch ko'rsatish faoliyati o'tkazildi. Buyruq berilishi bilan tang har xil saqchi signali jahonni zilzilga soldi. Jang avtomobili gurildab mangdi. Utsiga olib bo'lmash harbiy forma, beshiga po'lat qalpoq kiygan muqimlikni qo'g'dash jangchilari sap bo'lib tizildi. Har qaysi muqimlikni qo'g'dash kuchlari ayrim piyoda va avtomobil bilan yo'lga chiqdi. Qo'liga qurol saqchi kaltiga elib vazifa o'tash nuqtasiga berib, Xotan shahridagi asosliq ko'cha va nuqtaliq joylarda qurolliq charlab, har millat ommasining ijtimoiy muqimlik va abadiy amallikdan iborat bosh nishonni amalga oshirish qat'iy ishonchisini texmo oshirdi. Har qanday jangda g'alaba qilish ishonchisini turg'izib, xalq bilan dushmanlashishga uringan barliq zo'ravon terrorchilarni yer bilan yakson qilamiz. Mushundaq kuchli qurolliq kuchlar ijtimoiy muqimlikni qo'g'dab, aholilarning bexatarlik tuyg'usini texmo oshirdi.